Assalomu alaykum. Keldingizmi dadasi? Va alaykum assalom. Keldim. Yaxshimisan? Yaxshiman. Charchamadingizmi? Yo'q. Seni sog'inganimdan ishimni ham yig'ishtirib tezda uyga chopdim. Dadasi, Labbay. mana 2 yildan beri bir to'shakka mixlanib yotib, sizni ham xizmatingizni qila olmayapman. Boshqalarni ayoliga o'xshab ertalab ishga kuzata olmayman. Qaytganingizda chiroyli bo'lib kutib ola olmayman. Ust-boshingizga ham qara olmayapman. Onasi, qo'ysangchi, hammasi zo'r. Ishga ketishimdan 2 soat oldin turaman, kiyimlarimni tayyor qilib olaman. Ovqatlarimni ichib, ishga vaqtida yetib boryapman. Ishda ko'rganlar meni, seni xotiningdan Xudo rozi bo'lsin. Shunaqa chiroyli kiyintirib qo'yadiki seni. Bizning xotinlarimiz ham sening xotiningga o'xshagan bo'lsin deychadi hammasi. Havas qiladi menga hammasi. Ikkinchi unaqa demagin. Hozir o'zim senga achchiqqina maslahat beraman. Shunday oyijonimga kirib, duolarini olib chiqay. Kutib o'tirgandir. Xo'p, kelamiz birgalikda maslahat ichamiz. Kelishdingmi? Xo'p. Bo'ldi, yig'lama. Boringizga shukr dadasi. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum onajonim. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tirishlar. O'zing yaxshi keldingmi? Keldim onajonim. O'g'lim, xotining avtohalokatga uchraganiga 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri shunga qarab, doim parvarish qilyapsan. Qachongacha qaraysan? Chaqir, otasini, onasini, aka-ukalarini olib ketsin. Sen ham o'zing uchun yashagin. Qachongacha shunday yurasan? Bir qiz topib uylan. Mana akangni qara. Xotini bitta kasal bo'lganiga yo'q qiyordi degi bilan. Hadimi uylanmoqchi. Qiz topib qo'ygan ekan. Ona, buningiz yuraveradi-da. Kasal xotinini qarab. Mana men больница yugurib yuruvdi. Qaydadim, qutuldim. Men ham odamman-ku. Hozir yangisini topib qo'ydim, ona. Yo, rasmini ko'rsataymi? Yo'q. Surpriz bo'la qolsin. To'yda ko'rasiz. Onajon. Keliningiz bilan turmush qurganimizga 15 yil bo'ldi. Sog'lik paytida u nechil sizni, rahmatli dadajonimni, farzandlarimni, meni hammamizni xizmatimizni to'la-to'kis ado qildi. Dadamni duolarini oldi. Sizni duolaringizni oldi. Keliningizga ham Xudo bir sinov berdi. Endi shunaqa paytida men oldida turmasam, kim turadi? Xudoning menga ham bir sinovi. O'zi bergan omonatiga qani bu Shavkat qaraydimikan, qaramaydimikan deganda. Menga bu baxt ona. Men xizmatini qilib mazza qilyapman. Hali to'la-to'kis xizmatini qila olmadim. Qo'ying ona. Men shu bilan baxtliman. Yasha o'g'lim. Men sendan shuni kutgan edim. Yomon tarbiya qilmayman seni. Otangga o'xshabsan. Yaxshi tarbiya beraman senga bola. O'lsam endi armonim yo'q. Baraka top bolajonim. Onajonim. Men yo'q, hojatga ham bora olmaysiz. Hozir garashugingizni olib kelaman. Voy, baraka top bolam. Akangga 2-3 marta garashogimni olib ketsan, jirkandimi? Eshitmagandek bo'ldi. Hozir o'zim olib kelaman onajonim. Sizni duoyingizni olish biz uchun sharaf. Baraka top bolajonim.